Assalomu alaykum. Bugun 7-mart ofisimizga Ra'no xonim keldilar bir dunyo natijalari bilan. Bugun tongda video tashlangan gruppaga. O'shani Ra'no xonim men o'zim shaxsan oldim. O'zim u ayolga mahsulot bergandim deb aytdilar. Shunga Ra'no opa, o'sha ayol haqida ozgina bundoq gapirib bersangiz, u ayol qachon ichishni boshladi, aynan nimalarni ichdi, ya'ni videoda baribir to'liq 2 oy oldin boshladi ichishdi. Ismi Mavluda, Nuroboddan. Uni rosa ko'p natijalar. Nimani boshi telefondagi mana shu ayol. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Olg'a qishlog'ida yashayman. Ismim Mavluda. Yoshim 50da. Boshim ko'p og'risiydi. Rosa ko'p bosh og'rigan. Faqat dorilar bilan, ukollar bilan yashab turgan. Sochlar to'kilib ketgan. Sochini ko'rsatdi. Soch o'syapti. Boshi og'rib qolgan. Keyin ichib ketgan. Bir kuni, endi birinchi kuni borib tualetga borgan, ikkinchi kuniga borsa, ulgurmaganda uyning orqasiga qilsa, shunaqa uzun-uzun qurtlar chiqqan. Tirik hammasi, uzun rosa, lekin anasi qorni og'ribdi. Grijasi bordi qorni juda ham katta edi. Uni ushlasang qattiq edi-da. Ana shular ham ketgan. Muloyim bo'lgan ham kichkina bo'libdi. Ha, grisha yo'q. Qornida bu kundik bormi? Ana shu uchun shunaqa shishka bo'lib turadi. Shu yo'q. Tortilib ichiga chuqurcha bo'lib qoldi. Buni ham ochib ko'rdim. Keyin jigari qattiq edi. Shu ham muloyim. Keyin gemoroyi bor edi. Ularni aytmadi-da videoda. Gemoroyi bor edi. Gemoroyi ham ketgan. Matkasi pastga tushgan ekan. Jenskiy bo'yicha juda ham ko'p muammolar bo'lgan. Hidlanib, mana shunaqa analar bo'lgan ekan. Unaqa yo'q, qora zubniy pasta berdim unga. Delaytolux beraman desam, qimmat deyishdi. Keyin qora zubniy pasta berdim, tampon qo'yib, mana yaxshi rezultatlar olgan. Keyin yana nimasi bor? Balzamlar qaysi birini? Hammasidan berdim. Perfektum berdim, Vitalitsi berdim, Smart 2 ta и Garmoniya berdim. И qora zubniy pasta berdim. Yo'q, qora zubniy pasta berdim. Shunaqa. Qancha vaqt ichganda bo'ldi natijalar? 2-oy bo'lyapti mana. Ha, endi 2-oy. Hali bor yana manalar. Hozir ichishni davom etyaptilar. Keyin yana bir insonda yaqinda yotib qolgan, 2 yildan beri yotibdi, insult bo'lgan. 2 kungina bo'ldi, tashab ketdim. Balzamlanishsa, o'sha oyog'ida sezgirlik boshlanibdi. Bir bunaqa siltab olyapti dedi. Keyin dedi, og'zimdagi hidlar dedi, o'sha tarqayapti dedi. Uyqum normaga keldi. Hali 2 kungina ichdi. Mana bugun o'sha 3-kuni bo'lyapti. Mana yo'lga chiqdim. Ko'rib keta olmadim. O'zim borib, o'zim anaqa berib keldim. Harakatsiz bo'lgan. Va shu 2 yildan beri umuman ana qolmasdi. Gapirishlari ham qiyin edi. No, o'sha yaxshi rahmatlar aytib. Anaqa natijalar ko'p. Keyin bir Bahodir aka o'zi biladi. Bir kelinchak, Muqaddas degan kelinchakda traynichniy nerv bo'lgan. Mana bo'lgan, gripp bo'lgan, terlab chiqqanda muzday suvga yuzini yuvgan. Keyin og'iz qiyshayib, ko'z yopilmay qo'ygan, pirpirab qolardi-da. Umuman yopilmas edi. Ana shu qora zubniy pasta berdim, massajni ko'rsatdim, internetdan qaradimda, qanaqa massaj, shuni ko'rsatdim. Keyin balzamlab, mana shuni ichasan. Prям ichigacha qo'yaver dedim zubniy pasta. Hozir ana qilsam, ko'zi yumilyapti, og'zi ham yopilyapti. Endi salgina qolgan, nezametnida. U ham shu 2,5 oy ichida mana rezultat. Ra'no opa o'sha Samarqand qayerida? Nurobod tumani Olg'a qishlog'ida. O'sha Nurobod tumanidagi Olg'a qishlog'ini tabibiga aylanganlar hammasini balzamlar bilan davolab, gruppaga yuborilayotgan ko'p natijalarni bir qismi mana shu Ra'no opani berayotgan mahsulotlaridan. Baxtigul degan kelinchakda 5 yildan beri davolangan. Samarqandda ham, Toshkentda ham davolangan. Sistit, xronический sistit bo'lgan. Yuvinar ekan, er bilan qo'shilsa, sistit bo'lib qolar ekan. Shu qora zubniy pasta, im Perfecto Vitality Smart, nima berdim, Garmoniya. Bo'ldi. Rezultat yaxshi. Mana o'sha er xotin ichishganmi? Yo'q, bitta o'zi. Ayolni o'zida bo'lgan. Umuman yo'q. Rosa qichishib, achishib, qonapla ketardi, qiynalardim dedi.
Mana yaxshi. Rahmatlar aytib ularni bilan qoldi. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Odamlarni sog'lom tiklashda sababchi bo'lib yuring doim. Rahmat.